Bolalar hushyor bilasizlar, bugungi sizlarni mafiyalar o'g'irlab ketishi mumkin sizlar, chunki hukumat odam bilasizlar. Hammaga salom bo'lasizlar bilaman, o'sha Tayden. Bolalar bugungi videoga sizlar bilgandek 038 serverda hukumatga ishga joylashganmiz. Shu birinchi kunni olib boramiz. Qanday bo'ladi bu hukumatda birinchi kunimiz. Shuni ko'rib o'rasizlar, oxirigacha ko'rib, like bosishlarini so'rab qolaman. Qani go. Короче bo'laman, bu hukumat serverda ikkinchi rangman. Ikkinchi rang degani bu axrani, короче shu hukumatni qo'riqlash kerak. Qanday qo'riqlash kerak? O'zim joylari bor, o'sha yoqqa boshqa odamlar kirmaslik kerak. Ya'ni ular kirmaslik kerak-da. Hozirda bu jinoyatchini ushlab turibdi. Jinoyatchim bu qani yozib ko'ramiz. Xodimlar atvet bermadi, mayli bilan ham o'zini ishi bor. Biz ishimizni davom ettiraveramiz. Yana bolalar 3-rangga ko'tarilish uchun o'zining yarasha missiyalar bor. Korotcha o'tirib har 10 minutga men zalni qo'riqlayman deb yozib turish kerak. Shunday yozib tursa, keyin nima qilsa bo'ladi? Missiyalarni bajarib 3-rangga ko'tarilsa bo'ladi. O'sha uchun men hozir o'sha missiyani bajaryapman. To'g'riroq men bu missiyani bajarib bo'lganman. Keyin yana bitta missiya bor. Короче, beri mijozlarga xizmat ko'rsatish payti bular. Men bilan nima stroy qilib turishim kerak mijozlarni, chunki beri nima bo'lib ketishi mumkin. Bu yerda esa nimani ushlab olganlar, jinoyatchimi bilmadim. Qo'ydan buzganmi, qo'liga kishan solib olib qo'yganlar. Endi buni tekshiradi, xavfsizlik xodimlari kelib buni olib ketadi. Nima sababdan qo'ydan buzding deb. Bolalar короче shunday qilib ishimizni davom ettiraveramiz. Keyin yana bolalar bu yoqqa mafiyalarga juda qattiq qarashadi, chunki meni bir marta olib ketmoqchi bo'lib qolgan, jergim qutqargan meni. Sraz mafiya kelib, kishan solib olib ketishi mumkin-da. Mana bolalar nimasi bu? Missiyalar leveldan levelga ko'tarilish uchun agar kerak bo'lsa kommentga plyus qoldiringlar, men sizlarga tashlab beraman. Hukumatga level ko'tarish usullari. Keyin shunaqa videolar chiqaring desalaringiz, videolarni ham chiqaraman. Men bajarganman, screenshotlargacha bor. Har 10 minutga atchot berib turganman screenshotga. Bu screenshot 4 ta bo'ladi. Shundan keyin hamma screenshot olgandan keyin zaifga tashlab qo'yaman. Men levelimni 3 ga ko'tarildi. 3 level qanaqa desalaringiz, men prям xavfsizlik xodimlarini boshliq bo'laman bolalar. Keyin yana bolalar bunaqa joyga kirib olaylik, hech kim ko'rmasin. Keyin bolalar menga yana bunaqa avtomatlar ham bor. Bularni ana buni zo'r avtomat bu. Mekka degani. Keyin bolalar pistoletim ham bor. Pistoletni o'qini qaranglar, qancha o'qi bor bolalar. Sizlarga ham shunaqa o'qlar kerak bo'lsa, plyus qoldiringlar, qanday olishni o'rgataman bolalar. Bolalar короче video yoqqan bo'lsa like, payg hammasini bosib tashlanglar. Ikkinchi qism chiqsin deganlar podpiska bosib yozsin kommentga, ikkinchi qism go deb ikkinchi qism chiqaraman va ishga kirishni o'rgating deganlar uchun ishga kirishni ham aloqaga o'rgataman. Hammaga xayr bolalar.